Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hammaga xayrli kun. Bugun 8-may 2025-yil Qo'shkipr avtomarketdan sizlarga Jetour X70 Plus 1.6-ligidan ko'rsatamiz. Full varianti 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomobilimiz kraskalari toza, qora rangda. Bor yo'g'i 20 000 kilometr yurib turibdi mashinamiz, kraskalari top-toza. Avtomobilimizda qo'yilgan narsalari, demak, aytib o'tamiz. 11 million so'mga propan qo'yilgan. 4-pokoleniya propan, eng yaxshi propandan qo'yilgan garantiyalari bilan. Saloni. Demak, elektron sideniyalar eshikning o'zida boshqarib ketaverasizlar. Panorama lyuklari bor. Bejli qizil salon, podsvet, poliklar qo'yilgan. Chiroyli bo'lib turibdi saloni. 7 mesta, 20 000 probeg. Propandan, benzindan zo'r yurib turibdi mashin. X70 Plus bunday zapaska balonlari, arka sideniyalarida odam o'tirmaydi, o'zining paketlari bilan turibdi. Jetour olacak bo'lsangizlar, shu mashinani tavsiya qilamiz. Demak, bu mashinamiz bahosi do'stlar 280 million so'm. Naqd pul olsa ustida kelishtirib beramiz. Naqd pul barter kredit variantlarimiz bor. Haydab ko'rib ustalaringizga ko'rsatib olishlaringiz mumkin. Dumzo'r mashin. Hado'y motor, hamma yeri chotki, 1.6'lik dumzo'r oladi mana. 1.5 ham bor, 1.6 ham bor. Bu 1.6'lik varianti, full varianti. Tortishina, yurishina gap yo'q. Qiziquvchilar bo'lsa, kelib olaverasizda. Qo'shkipr avtomarketda turadi mashinamiz. Markalarimiz ko'p, har xilidan qilib beramiz. Kutib qolamiz esa. Bir like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa 100 000 podpiska oz qoldik. Sizlarga zo'r bahoda qo'yib beraveramiz mashinlarimizni. Rahmat.